qurbonlik yaqinlashib kelishi bilan hammani bir savol qiynaydi. Bu savol nima deb o'ylaysiz? Qurbonlik qilingan qo'chqorni go'shtini shariat hukmi bo'yicha qanday taqsimlanadi degan savol hammani qiynaydi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu savolingizga javob topasiz degan umiddamiz inshaalloh. Qurbonlikni suyingda hech kimga bermang. O'zingiz pishirib yeng. Xonadoningizda saqlang. O'g'lingiz, qizingiz, keliningizga bo'lib bering, begonaga bermang. Bo'ladimi? Bo'ladi. Imkoniyatimiz bemalolroq. Birodar, suyingda 3 bo'lakka bo'lang, tavsiya. Bir bo'lagini zaxira qiling, bir bo'lagini pishirib yeng, bir bo'lagini xom holatda qo'shnilarga tarqating. Kim xohlasa hammasini ehson qilmoqchi, bemalol. Kim xohlasa hammasini pishirib bermoqchi, bemalol. Kim xohlasa yarmini pishirib berib, yarmini xonadoniga zaxira qilmoqchi, bemalol birodar. Maqsad nima? Maqsad so'ysangiz bo'ldi. Qonini oqsangiz bo'ldi. Undan u yog'ini o'zingiz bilasiz inshaalloh. Qassob servis har doim sizning xizmatingizda.